Hozir mana bolajon ko'rib katta bo'lgan avlod bor, shularni urish mumkin emas. Ota-onasiga ham depressiya, apatiya, simpatiya, vulkanizatsiya. Sizlar achinmayapsizlarmi haligi? Bir kunda hech bir mahal yig'lab olmasanglar, uxlolmay qoladigan kechalar uchun, bu yoshligimizdagi psixologik travmalardan iborat bo'lgan. Biz hozirgi bolalar ota-onasidan olayotgandan ko'ra ko'proq travmani biz mahallamizdagi bratdan olardik. Esinglarda ham sizlarda ham bo'lgan hali. Otangni o'g'ris xotini bor, undan o'g'li bor, ashinga pulli mashina berdi kecha, men o'zim ko'rdim. Aka ham bekarchi emas, yig'latib yuborguncha gapiraverardi. Umuman qaytish aka, mana shu ko'chada psixologlarga haligi klient istab yurardi, tushunyapsizlar? Hozir yo'q. Jiyanim kelsa, ayam "Chicha maktabga bormayman" desa, "Bo'pti, bormay qo'ying, o'g'lim. Aytib qo'yaman ustozga, og'riyapti" deb. O'rniga sen borasan deb. Men bitirganman maktab, men nima qilaman birinchi sinflarchi. Men maktabga borishim uchun og'riyapman deb ayam ishontirishim uchun ishoninglar, men angingdan burnimdan chiqib qolgan bo'lish kerak edi. Bo'lmasa hech 2 soat o'tirib ketdi.